İş ömürlükdə, küç birlikdə. Xitay kommunistləri vətənimizni işğal qılıb alğan 68 yıldan köpürək vaqtdan bu yanqı ən iğir küllərini başdan keçiriyotqan, san-sanaqsız zulüm, bastırış türlərini kəşf qılıb çıxıyotqan, Şərqi Türkistan xalqını bütün mədəniyyəti, tili, dini, örf-adəti bilan qoşub yer şarıdan yoq qilishqa hərəkət başlatqan işğalçı Xitay rejimi ən g'aljir siyosatlarini ən tez sür'atda icra qilmoqda. Ammo biz ümidsizlandikmi? Dunyoning unsiz qarab turganligiga qarab mayuslandikmi? Dushmanimizning kuchligiga qarab qo'rqib qoldikmi? Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon davlatlaridagi qarindoshlarimizning parvosizligidan tushkunlashdikmi? Yo'q, hargiz undaq bo'lmadik. Aksicha biz buni sharaflik imtihonimiz deb qaradik. Düşmanning g'aljirligi bizni texmi kuchlantirdi. Xalqimizni texmi uyg'otdi. Adoqqichi kurash qilish irodamizni texmi chingitdi. Va biz Turkiyada faoliyat qilayotgan tashkilotlar bir yerga jam bo'lib, uyul tashdek birlashib, Xitoyning razil siyosatlariga qarshi birlikda harakat qilish uchun Sharqi Turkiston tashkilotlar birligini qurib chiqdik. Robbimizga hamdlar bo'lsinki, qisqagina vaqt ichida bu birlikimiz Turkiyada to'liq jonliq faoliyatlarni elib bordi va elib bormoqda. Shundaqla bundan keyinmi davomli elib boramiz. Bu munosabat bilan xalqimizni ma'lumotga ega qilish maqsadida qisqagina vaqt ichida qilgan xizmatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berishni uyg'un ko'rdik. G'ayrat bizdan, muvaffaqiyat ato qilish Allohdandir. 2018 yıl 16 yanvar İstanbul'daki Şarkı Türkistan Teşkilat ve Cemiyetleri ziyaliler hem de yurt çoğunlarının bir yerge cem buluşu bilen birlikimizin icraiye heyetini kurup çıktık. Şarkı Türkistan Teşkilatları Birliki'ye a'za cemiyetler tövendikçe. Birinci Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti. İkinci Şarkı Türkistan Ölüm Ağlar Birliki. Üçüncü Şarkı Türkistan Yaşlar ve Medeniyet Cemiyeti. 4. Sutuq Buğraxan İlim ve Medeniyet Vakfı. 5. İman Diyarı İlim ve Hemkarlık Cemiyeti. 6. İsa Yusuf Alıptekin Vakfı. 7. Uygur İlim ve Rifat Vakfı. 8. Uygur İlim ve Tədqiqat Vakfı. Yığınımızda hemmimizin ortak düşmanı bolğan Xitay ve onun zulümlerden qandaq qutulish to'g'risida çare tedbirlerini tepip çıkıp, chet elde yaşayotgan muhacir Uyghur cemaatini bir niyet bir maqsadda bo'lishga safarbarlik qilish qatorliq xizmatlarni joriy qildiradiganligimizni qaror qildik. 22 yanvar İstanbulning Zeytinburnu rayonida Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligimizning o'rinlashtirishi bilan Türkiye armiyasining Afrindagi terrorchilarni tozalash harbiy harakatini qo'llash ve ilham berish uchun 500 kishilik guruhga o'zligidan askarlikka tizimlatdi. 28 yanvar Alperen Ocaqlarının tashkillashi bilan İstanbulning Ayyub Sultan rayonida Türkiye armiyasining Zeytun shahri harbiy harakatini qo'llash va shahidlarga duo qilish uchun yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishga Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligimizning tashkillashi bilan nihoyatda ko'p sonli xalqimiz qo'lida Turkiya va Sharqi Turkiston bayrog'ini tutgan holda qatnashdi. 5 fevral G'ulji qatliami munosabati bilan İstanbuldagi Xitoy bosh elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligimiz namoyishga İstanbulda yashayotgan 5000 dan ortiq xalqimizni safarbar qildi. Xalqimiz jaronliq sadolar ichida Xitoy elchixonasi tarafga qarab saldak oqdi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharqi Turkiston da'vo sepidagi tashkilotlarning birlashganligining roli haqiqiy shaklda namoyon qilinib, chet elda faoliyat qilayotgan Sharqi Turkistonliklarning Xitoyga qarshi elib borgan namoyish qilish tarixida qatnashgan odam sonining ko'pligida rekord yaratdi. Birlikimiz Malayziya hukumati bosh ministerligi va Tashqi ishlar ministerligiga chaqiriq e'lon qildi. 13 yanvar Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligimiz Malayziya hukumatidan Uyg'ur muhojirlarni Xitoyga qaytarmaslikni talab qilib bayonot e'lon qildi. 17 fevral İstanbul'daki Teşkilatlar Birliği Hayat Gruppisi
Paytaxt Abdulhamid filmining ssenariya yozuvchisi Uğur Uzun Oq apandimni ziyorat qildi. Ziyorat davomida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan zulmlarga dunyo xalqi ko'z yumib olgan bir paytda Uğur Uzun Oq apandimning tarixiy film Paytaxt Abdulhamidda Sharq Turkiston xalqiga o'rin berganligi mushundaq ig'ir kunlarda Uyg'urlarni unutmay hayajonga solganligiga alohida rahmat aytdi. 19 fevral Sharq Turkiston tashkilotlari birligidan tashkillangan bir hay'at İHA insoniy yordam vaqfini ziyorat qildi. Birlikimiz Sharq Turkiston masalasini jiddiy kun tartibga elib kelish plani hamda Sharq Turkiston davosida yangicha bir muhit barpo qilish doirasi ichida Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan İHA insoniy yordam vaqfi raisi Bülent Yildirimni ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkistonning hozirgi echinishlik vaziyat ahvolini tunishtirish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga elib borgan diniy milliy assimilyatsiya siyosati Xitoyning islomga va musulmonlarga qilayotgan dushmanliklari umumlashtirib tunishtirildi. 21 fevral Erbaqan vaqtida 3 mart o'tkazilgan mashhur siyosiyon marhum Najmuddin Erbaqanning vafoti kechisining tayyorlik faoliyatida Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli tunishtirildi. 22 fevral birlikimiz Sharq Turkiston masalasining kun tartibga kelishini tiziltish plan doirasi ichida Turk dunyosi birligi tashkilotini ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkiston xalqining do'sti muhtaram doktor Faxriy Sokal apandiga Sharq Turkiston masalasidagi qiyinchilik va kun tartibdagi masalalar tunishtirildi. 23 fevral Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Hay'at guruhimizni Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligining raisi Ali Kurt apandi ishxonasida kutib oldi. 4 mart kuni Alparan Ocaqlari va Sharq Turkiston tashkilotlar birligi birlikda Ayyub Sulton maydonida Sharq Turkiston qon yig'layotdi. Senmu bayrog'ingni elib maydonga kel shuari bilan cho'ng tipda faoliyat elib bordi. 6 mart İstanbulning Yeni Kapı maydonida Sharq Turkiston tashkilotlar birligimiz tashkillagan 150 atrofidagi Sharq Turkistonlik ayol vijdon karvoniga qo'shilib yo'lga chiqdi. Yo'lga selish faoliyatida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, İsa Yusuf Altekin vaqfining muavin raisi Xayrullo apandi va Zaytinburnu shaharlik hukumat raisi maslahatchisi İlyas Saka qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkiston muhojirlarining bu faoliyatga qatnashish maqsadining Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash lagerlariga qamalgan onalar va xonim qizlarimizning ovozini xalqaroga anglatish hamda Sharq Turkiston xalqining Suriyada zulmga qilayotgan ayol va bolalar ustidagi islomiy va insoniy majburiyatini ado qilish ekanligini bildirib o'tdi. 7 mart vijdon karvoni Anqaraga yetib keldi. 7 mart tushdan burun Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillari 55 davlatdan kelgan vijdon karvoni bilan birlikda Anqara raislik sarayida Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan tarafidan kutib olindi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillaridan Munavvar O'z Uyg'ur xonim Cumhur rais Recep Tayyip Erdo'g'anning va uning xonimi Amina Erdo'g'anning bo'yniga Sharq Turkiston bayrog'i besilgan sharpa osdi. Hamda Cumhur raisiga Sharq Turkiston xalqining salom va duolarini yetkazib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini anglatdi. Vijdon karvoni Istanbulga qaytib keldi. 9 mart vijdon karvoni barliq faoliyatini tugatib Istanbulga yetib keldi. Birlikimiz tashkillagan 150 nafar xonim qizlarimiz İstanbuldan yo'lga chiqib, Kocaeli, Sakarya, Aksaray, Ankara, Adana va Hatay qatorliq shaharlarda elib borgan faoliyatlarda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini muvaffaqiyatli tunishtirib qaytib keldi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan tashkillangan 40-50 kishi Yeni Kapıga chiqib, ularni kutib oldi. Bir qadam bir ovoz namoyish sadolari butun dunyoda yangradi. 15 mart kuni dunyo miqyosida 15 davlat 18 shaharda keng ko'lamli Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. Bu qadimgi namoyishning eng chong alohidaligi namoyish qatnashuvchilarining hammasining faqatli qiz ayollar bo'lishi bo'lib, Xitoy doiralarining vatanimizda elib berayotgan qattiq bostirishlari jiddiy kun tartibga keltirildi.
har qaysi davlatlardagi tashkilotlar o'z davlatlarida bir qadam bir ovoz shuari bilan namoyish o'rinlashtirgan bo'lib, Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligimi Istanbulning Bayo'g'li maydonida keng ko'lamlik namoyish o'rinlashtirdi. 17 mart Sharq Turkiston tashkilotlari birligidan bir hay'at Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning bosh maslahatchisi Ahmad Salim Ko'ro'g'lini ziyorat qildi. Sharq Turkiston tashkilotlari birligi hay'ati bosh maslahatchi Ahmad Salim Ko'ro'g'li tarafidan Istanbuldagi siyosiy muzokara markazida kutib olindi. Ziyoratga siyosiy muzokara markazining raisi Ayhan O'ganmo qatnashdi. Sharq Turkiston tashkilotlari birligi hay'ati 2018-yillik Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli aks ettirilgan bir dokument hamda Turkiyadagi Uyg'urlarning qiyinchiliklari va muhim talablarini o'z ichiga olgan iltimos tayyorlagan bo'lib, iltimos bilan dokument Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'anga yetkazilish uchun bosh maslahatchi Ahmad Salim Ko'ro'g'liga sunildi. Millatchi harakat partiyasining qurultiyiga Uyg'urlarmi taklif bilan qatnashdi. Turkiyadagi ikkinchi cho'ng partiya bo'lgan Millatchi harakat partiyasining 12-navbatlik cho'ng qurultiyi Anqarada dag'dug'liq echildi. Bu qurultayga Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligimi alohida taklif qilingan bo'lib, birlikning o'rinlashtirishi bilan 500 ga yaqin Sharq Turkistonlik Uyg'urlar Istanbuldan shanba kuni kecha yo'lga chiqdi va yakshanba kundagi qurultayga qatnashib, Uyg'urlarning ovozini yana bir qatim kun tartibga elib keldi. Anqara osmonini oy yulduzli ko'k bayroq bilan go'zallashtirgan hay'atni Anqarada Millatchi harakat partiyasining mas'ullari qizg'in qarshi elib kutib oldi. Uyg'urlarga cho'ng zaldan maxsus o'rin ajratilgan bo'lib, cho'ng tantarbiya maydoni oy yulduzli ko'k bayrog'imiz bilan to'ldi. Davlat Bahçeli'mi so'zida kelgan Uyg'urlarga rahmat etdi va Turkistonimizga salom yo'llab, Qashqarga salom dedi. Buning bilan Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an qalbimizning yerimi Urumchi bilan billadur degan bo'lsa, Davlat Bahçeli Qashqarga salom degan bo'ldi. Demak, qarindoshlar, ish umlikda, kuch birlikda degan hikmatlik so'zning amaliy mevasini qisqagina vaqt ichida ko'rdik. Inshaalloh sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bilan birlikda yanama go'zal xizmatlar ro'yobga chiqqisi. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi.